Bu ko'rib turgan muolajalar igna bilan davolash kosmetologiyada bu RF lifting deb nomlanadi. Teriga lifting effekt beradi, taranglashtiradi, mayda ajinlarni yoyadi va uni yoshartiradi. Bir qarashda qo'rqinchli ko'rinadi, lekin men qidirib ko'rdim, haqiqatan ham yordam beradimi, yo'qmi deb o'zimlarni o'qishni boshladim va o'qigan o'zuvlarimni 50% yaxshi va 50% yomon. Bundan keyin tanganing ikkinchi tarafi kelib chiqdi. Yuzda agar yuzingiz nozik bo'ladigan bo'lsa, xuddi mana RF lifting kirgan joyi dog' bo'lib qolayotgan ekan. Dog' bo'lganda ham aynan shu to'rtburchak joyi, aynan igna kirgan joylari to'liq dog' bo'lib qoladi. Hozir yozda bunaqa protseduralarni ishlatishga ehtiyot bo'ling. Teringiz agar juda ham yupqa bo'lsa, dog' qolish ehtimoli yuqori. Buni o'rniga Koreya allaqachon mahsulot o'ylab topgan. Bu shot ampuli, xuddi shu ignali ampul varianti. Yuzga surganingizda ignalar kirayotganini his qilasiz. Xuddi shu effektni beradi, lekin bu dog' tushirmaydi, dog'ni ketkazishga yordam beradi. Ham dog'ni ketkazadi, ham yuzingizni tortadi. Xullas, bunaqa katta risk qilgandan ko'ra ampula bilan davolashni ma'qul ko'rganingiz yaxshi. Faqat bitta narsa, bu ampula hamma yuzga ham to'g'ri kelmaydi. Agar sizni yuzingizga bu ampula to'g'ri keladimi, yo'qmi bilmoqchi bo'lsangiz, hozirroq adminlarga yozing yoki plus belgisini qoldirsangiz, siz bilan bog'lanamiz.